Vivo berib turgan varianti bor-ku, sizlarga hattoki iPhone ham, Samsung ham hech qaysi kompaniya bera olmaydi. Buni berib turgan qulayliklarni, qilib turgan qulayliklarni eshitib, prosta tong ketib qolyapti. Bomba jigarlar, buni qaranglar sizlar. Vivo 40 Lite yoki Vivo 40 smartfon sotib olsalaring nimaga ega bo'lasizlar? Birinchi o'rinda bepul sovg'aga ega bo'lasizlar. Bepul sovg'a. Undan tashqari 2 yil servis garantiyasi bor. 2 yil servis garantiya. Yana hech qaysi kompaniya bermaydigan 6 oy ichida telefonni ekranini o'zingiz sindirib qo'ysangiz bepulga tuzatib berishadi. O'zingiz sindirib qo'ygan taqdirda. Undan tashqari 1 yil ichida bir marta telefonni batareyasini bepulga almashtirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari 1 yil ichida bir marta telefonni polni korpusini bepulga almashtirib olsangiz bo'ladi. Undan tashqari bor, xohlagan Vivo smartfonni olsalaring har 2 oyda bir chexol, stiklo sizlarga prosta tekin bo'ladi servis tomonidan. Servisga borasizlar, telefonni berasizlar, shunaq bepulga qo'yib beradi. Chexol ham, stiklo ham. Bunaqa qulayliklar bo'lmagan jigarlar. Sizlarga hozir men bularni eng arzon narxlardan boshlayman. Jigarlar qaranglar. Vivo Y03 smartfoni qaranglar. 8 ga 128 talik emas, 4 ga 128 talik bo'ladi. Bularda ham 1 yil garantiyasi bor. Aytganim ichidan polni o'zini komplekti zaryadchi hamma yo'qlar chiqadi, chexollargacha chiqadi. Har 2 oyda bir chexol siklosini tekinga almashtirsalaring bo'ladi. Buni narxi nech pul deb o'ylaysizlar jigarlar? Juda ham arzon narxlarda sizlarga siktiga qo'yib yubordi jigarlar. Xo'p, bu smartfonimiz atiga 192 ming so'mdan mana smartfonimiz chiqarib beramiz. Atiga 192 ming so'mdan buni qaranglar. Juda ham bor, neobishni ranglari ham boshqacha, juda ham zo'r chiqadi. Bundan tashqari qaranglar jigarlar, ikkinchi smartfonimiz Vivo Y28 smartfoni. Xo'p, bu 8 ga 128 talik bo'ladi. Dizaynlarini ko'ringlar. Boshqacha bor. Ranglari ham bir boshqacha, dizaynlari ham zo'r ko'rishlar mumkin. Juda ham chiroyli smartfon. Narxlari ham bor, prosta bomba. Bu telefonimiz narxi attiga chiqadi sizlarga. Attiga 300 ming so'mdan mana smartfonimizdan chiqarib beramiz. Attiga 300 ming so'mdan boshlang'ich to'lov chiqadi, keyingi oydan to'lab ketasizlar. Juda ham narxiga arzon smartfon qaranglar. Vivo U19s. Bu smartfonimiz jigarlar. Xo'p, xotiralari 6 ga 128 talik bo'ladi. Ko'rishlar mumkin, apichetkalari bor. Juda ham dizaynlari boshqacha, chiroyli smartfon. Buning narxi ham juda ham arzon chiqadi. Xo'p, bu smartfonimiz narxi sizlarga nech puldan aylanadi? Atiga 234 ming so'mdan mana smartfonimiz sizlarga aylanadi. Atiga 234 ming so'mga boru bunaqa dizaynda bunaqa telefon hech qayerdan ola olmaysizlar. Ikkinchi telefonimiz dizayni bunga o'xshab ketadi. Xuddi aytganim Vivo 40 Lite, ya'ni boshida aytgan qulayliklar hammasi shunda bor. Ekran, korpus, batareya, xohlagan narsalarni bepulga almashtirib olasizlar. O'zlaring sindirib qo'ysalaring ham, o'zlaring chizib qo'ysalaring ham. Bu telefonimiz 8 ga 256 talik bo'ladi. Buni narxi esa ozgina qimmatroq, lekin o'ziga yarasha. Xo'p, Vivo 40 Lite atiga 444 ming so'mdan chiqadi. Vivo 40 smartfonimiz esa Vivo 40 o'zi 8 ming so'm atrofida oylik to'lovga chiqadi. Bunimiz 12 ga 256 talik bo'ladi. Kimga mana shu telefon kerak bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar. Hamma telefonimiz boshlang'ich to'lovsiz 12 oyga yoki 24 oyga bo'lib berishga osonlaring bo'ladi. Hozir aytgan narxlar 12 oy narxlari, 12 oy xuddi shu narxlarda osonlaring bo'laveradi. Xo'p, bundan tashqari buni olish uchun sizlarga kerak bo'ladi plastik obrotlaring bo'lishi kerak. Yoshlari 20 yoshdan yuqori bo'lishi kerak bo'ldi. Telefon qilinglar, butun O'zbekiston bo'ylab chiqarib beramiz.